Assalomu alaykum akalar, mana Akukada 2 kilolik manti bo'lyapti qo'chqor go'shtiga. Hali bunaqasi bo'lmagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Maqtanishmasu bu 2 kilolik qo'chqor go'shti bo'layotgan manti. Nima? Pista bu. Mana buni pistani qo'yib chiqamiz mana. Juda ham ajoyib. Juda ham go'zal, mana ko'rishingiz mumkin. Mazza qilib faqat buni yeyish kerak-da, bo'ldi. Akalar, mana tayyorladik. Hozir buni olib chiqib pishiramiz. Keyin bir ta'mini ko'ramiz, qanday bo'ldi. Akalar, maqtanishmasu 2 kilolik mantimiz tayyor bo'ldi. Qo'chqor go'shtida bo'lgan. Bu faqat 83 lar uchun. Sog'inglar. Mana 2 kilolik mantimiz pishdi. Bu 83 akalarimiz uchun. Mana aka, marhamat. Ya, hoş bo'lsin. Gap yo'q. Yo'qmi ishlar? Ades. Bunday bo'lmagan lekin. Yo'lamizmi? Bu ketib qoladi. Qo'chqor go'shtida bo'lgan, qo'chqor go'shtida. Gap yo'q. Salari bor. Rahmat. Kech qolma. Mazada keyin.